Assalomu alaykum. Takror barchaga yaxshimisizlar, kayfiyatlari yaxshimi? Demak, navbatdagi darsimiz, navbatdagi ko'rib chiqadigan testimiz shu IDC kitobidan qisqa ko'paytirish formulalari. Boya aytayotgandim, juda matematikaning o'sha sertifikat bo'ladimi, attestatsiya bo'ladimi, har qanday imtihonlarda juda katta qismini tashkil qiladigan soddalashtiring, ya'ni shu qisqa ko'paytirish formulalari juda ko'p masala misollar tarkibida bo'ladi. Odatda bu juda muhim mavzu va nisbatan bir qismini oldimizdan nechta chiqsa, bu yerda adashmasam 5 ta test borda. Qarang, testlar soni ham 5 ta. Shu qo'ldan kelgancha har kuni bittasini ko'rib chiqib bajarib ketaveramiz. Qolganini endi baribir chuqurroq har bitta qismni o'rganish uchun kursga qo'shilishingizni tavsiya beraman. Demak, ketdik. Demak, birinchi misolimiz soddalashtiring. A minus 4 minus 3a ning kvadrati. Bu degani a minus b ning kvadrati. Bu qanday bo'ladi? Demak, a ning kvadrati 16 minusmi? Minus 2ab, ya'ni ikkalasini ko'paytmas 12 va 2 ga ko'paytirsa 24. 24a. Demak, 24a lik mana bitta javob chiqdi. 3-ning kvadrati 9a kvadrat. Ketdik keyingisi. Soddalashtiring. Va bu. Demak, buni ikkalasini ham mana a minus b a plus b ning kvadrati, ya'ni bu a kvadrat, bu ham teng x. X kvadrat minus 4 minus x kvadrat minus 25 plus bo'ladi. Endi bu nimaga? Sababi mana bu minus buni plusini minusga aylantiradi. Buni oldidagi minus 25 ni oldidagi ana bu minusni 5 ning kvadratini, ya'ni plusga aylantiradi. Bu ham teng bo'ldi. Xo'p, mana bu minus. Buni 2 marta yozib barobar bo'ldi. Shunda minuslar ketdi va 25 dan 4 ketsa 21 oldi. Javobimiz C. Xo'sh, ketdik keyingi misol. Demak, ikkalasi ham musbat. Buni umuman minusini chiqarib olsak ham bo'ladi. Ya'ni minusni chiqarsak, ana bu juft kvadrat. Ya'ni juft daraja bo'lgani uchun bu minus har doim plusga aylanadi va bu 3x ning kvadrati plus y ning общий kvadratiga teng. Tushuntira oldimmi? Bu ham teng nimaga? Ketdik. Buning kvadrati 9, bu 2. 9x ning 4-inchisi va ikkalasining ikkilangani. Demak, bunga bu 3, 6 mana. Bo'ldi, javob keldi. Va 3-inchisi y ning o'zi bo'lib, y ning kvadrati bo'ladi deb javob. Ketdik keyingi misolimiz. Bu ham nimaga teng? A kvadrat minus b kvadrat. Buni x ning 4-inchisi minus y ning minus 6-inchisi qilsa bo'ladi. Bu qanaqasiga? A o'rniga x ning 4-inchisi kelyapti. Va b ning o'rniga y ning minus 3-darajasi kelyapti. Tushuntira oldimmi? Mana shu holatda aytiladigan bo'lsa, demak x ning 4-inchisi darajasida mana bu 8 bo'ladi. Va bu minus 3 darajasida minus 6 bo'ladi. Va bu ham teng bo'ldi. Demak, n m ekan. Yig'indisini toping. Shunda 8 plus n minus 6 birgalikda 8 dan 6 ketadigan bo'lsa 2. Javobimiz C javob. Xo'p, soddalashtiring. Uning kvadrati minus u. Demak, sразу ochib tashlaymiz. Kvadratini bilamiz. Minus 10x plus 25
minus x kvadrat plus 10x. Demak, 10x bilan x kvadratlar ketdi ikkalasi ham. Qarang, ishorasi bir-biriga teskari. Shuning uchun qisqaradi. Qoldi bizda 25. Javob. Xo'p, ketdik. A va B musbat sonlar uchun qiymat bo'lsa, ayniyat bo'lsa, A va B ning javobini toping. Xo'p. Demak, buni ochib chiqamiz. Ya'ni x kvadrat minus 2a x. Nima ani oldiga yozib oldim, sizda x orqasida mana bu yerda. Shu uchun 2ax mi plus a kvadrat. Bu ham teng bu yoqqa, ya'ni x ning kvadrati, shuni yozib qo'yaylik. Plus 25. Demak, qarang, a kvadrat 25 ga teng bo'lyaptimi? A teng 5 ekanda. A teng 5 ekan. Endi b ni topishimiz uchun mana bu yerda 2a turibdi, to'g'rimi? Shunda b teng 10 bo'ladi. 10 bo'ladi. X lar bu ketdi, bu ham ketdi. Demak, 25 bilan bu qisqarish kerak. Shunda 5 bo'ladi. 5 ni bu yerga qo'ysak 10x bo'ladi. 10x bilan bx qisqarish uchun b teng 10 bo'lishi kerak. Va bizga a b dan a ni ayiribdi. Demak, a dan b ni ayiribdi. 5 dan 10 ketsa minus 5. Bejavob. Xo'p, o'zim ham yaxshi ko'raman, shuning uchun topshiriq bermasdan ketyapman. Eslatmaysiz ham bir. Xo'p, demak, keyingi misol. Bittasi keyingisini ham ko'raylik. Qaysi bir sizga yoqimliroq bo'lsa. Mana bu sizga topshiriq, buni o'zim ishlayman. Demak, buning kvadrati 36x ning 4-inchisi. Mana shu bilan boshlanadi, nechta? Hammasi shunday. Demak, mana bu yerda minusi bor. Bu 6 ko'paygan 2 12 x kvadrat y. Y bu ham minus bo'ladi. Mana shu bormi? Mana ikkitasida bor. Yo'q, x kvadrat mana bunda bor ekan. Demak, mana shu javob. Nimaga? Chunki x kvadrat boshqasida yo'qda. X kvadrati bor mana bu yerda. Tushuntira oldim menimcha. Ketdik, bu sizga topshiriq. Hozir shundagina buni screenshot qilib o'zimizga blokka tashlab qo'yay. Keyin kanalga tashlab beraman sizlarga. Ketdik, keyingi misolimiz. Soddalashtiring. Soddalashtirasiz. 13 bo'lsa, topamiz. Buni kvadratga oshiramiz. Bu tomondan kelamiz. Demak, kvadratga ko'paytirsak a kvadrat plus ikkilasini ikkilangani, demak 4ab plus 2b ning kvadrat bo'lsa 4b kvadrat bo'ladi. Tushuntirib oldimmi? Xo'p, shuni ifodasini topishimiz kerak ekan. Demak, a kvadrat plus 4ab. A kvadrat va 4ab ni o'chiramiz va 13 ni keltirib qo'yamiz. 13 plus 4ab. ab'miz 3 ga teng. Va buni 4 ga ko'paytirsak 12, yig'indisi 25 ga teng ekan. D javob ekan. Demak, mana bu yerda bitta narsani inobatga olaylik. Birinchi chizib qo'yibman. To'g'risi plus ekan. Ishonch hosil qilayki, sizlarga noto'g'ri ma'lumot bermayman. Xo'p, ketdik, keyingi misolimiz. 4x ax ifoda to'la kvadrat bo'lsa, aniq qiymatini toping. Endi buni topasiz. Chunki yuqorida bunaqa misolni eshitdik. Mana bu qismini o'chirib tashlaysiz, sizga ko'rinsin. Va topshiriqni tashlab qo'yaman, bajarasiz. Video maslahatim, videoni to'liq ko'rib olib, o'zingiz bir harakat qilib, ya'ni misolni yechishga, keyin topshiriqlarga o'ting.
Shundagina yaxshiroq, samaraliroq o'rganasiz. Bizlarni maqsadimiz ham shu. O'rgatish uchun. Prosta dars berish emas maqsad. Xo'p, soddalashtiramiz. Ana shunga 10 mahraj beraylik. X bersak, unga 1 bersak. Shunda x plus 1 ning 1 emas-ku, bu 4 bu. 4 taqsim x kvadrat plus x kvadrat bo'ldi-ku. X ga berdik, x kvadrat taqsim x ning kvadrati ekan. Ya bu shaklda bo'lmas-ku. Chunki bunaqa emas, javoblari birinchi qaramoqdan. Xo'p, xullas, mahraj kerak emas. Prosta ochib yuboramiz shuni o'zini. Demak, ochib yuborsak x ning kvadrati plus ikkalasining ikkilangani. Demak, bunga buni ko'paytirsak 4 bo'ladi va 8 bo'ladi. Ikkilangani kuchuk. Plus buning kvadrati 16 taqsim x kvadrat. Qaysi javobmi? Bejavob. Soddalashtiramiz. Bu ham xuddi aytganimizdek aytildi, bu sizga topshiriq bo'lsin. Xo'p, soddalashtiring. Bu teng a kvadrat minus 4 ning ostiga. Va bu ham bu yog'i davom etadi. Demak, bu ikkalasi ham nimani anglatadi bizda? A 4 minus 16 ni anglatadi. Va bu ham teng. Soddalashtiring. Ajoyib misollar kelyapti-da. Qarang. Buni bu yoqdan keldik, buni bu yoqdan kelamiz. Ya'ni, qarang, bu shaklda yozib birlashtirib topib berdik. Endi buni salgina kvadratlar ayirmas qilaman. Kvadratlar ayirmas. Endi buni ichini salgina murakkabroq qilyapti-da, misolni chappa yechingyapti. Farqi yo'q, biz undayga ham, bundayga ham yechib olamiz. Xo'p, a kvadrat minus b kvadrat. Bu ham teng 3b plus 2 plus 3b minus 2. Mana bu a qismi, mana bu b qismi va a plus b bo'ldi. Ikkinchi qavsimiz nimaga teng? A minus b ga, ya'ni 3b plus 2 minus bo'ldi. Mana bu ikkinchisidagi minus. Endi minus bunga ta'sir qilsa 3b ni minus ishoralik bo'ldi. Endi minus bunga ta'sir qilsa bu plusda 2 bo'lagan. Kelishdiga. Demak, bu yerda 2 lar ketar ekan. Bu yerda 3b lar ketar ekan. Demak, 3b 6b qolar ekan. Ko'paytiramiz. Bu yerda 2 2 4 qolar ekan va natijada 24b qolar ekan. Javobimiz tayyor. Soddalashtiring. Navbatdagi misolimiz. Demak, buni kvadrati 1/16 minus ikkilanganning ham ikkalasini ko'paytirib 2 ga ko'paytirsak, demak a ni o'zi qolar ekan. Qayerdan chiqdi a kvadrat? A ni o'zi. Demak, 2 bilan yana buni 2 ga ko'paytirsak 4a bo'ladi, to'g'rimi? Va bu 4 bilan 4 qisqarib a ni o'zi qolyapti. Plus 4a kvadrat. Qani shu javob. 1/16 1/16 minus 1. Xo'p, ketdik, davom etamiz. Musbat sonlar uchun ifoda g'oyat bo'lsa qiymatini toping. Xo'p, demak x kvadrat buni g'irtizdan ishladik-da. Bir narsani qayta ishlamadik. Topshiriqlar nechta bo'ldi? Agar topshiriqlar 3ta bo'libdi. Demak, bu ham qo'shsak bo'ladi. Bu ham topshiriq. G'irtizdan ishlamaylik. Ko'proq harakat qilinglar. Shu
20 ta misoldan 5-6 ta topshiriq chiqsa, bu yaxshi. Chunki o'sha necha foiz bo'ladi? 5 taqsim 20. 1 taqsim 4. Necha foiz bo'ldi? Buni 4 ga ko'paytirsak, 5 ga ko'paytirsak 25% bo'ladi. 25%, ya'ni 4dan 1 qismini o'zingiz ishlagan bo'lasiz. Albatta qolganini ham ishlang, faqat topshiriqlar emas. Xo'p. Demak, navbatdagi misolimiz. Soddalashtiring. Bu 3 minus 2 holat. Buni o'z qilasiz. Buni ana shunday shaklda kvadratga ko'tarasiz. Mayli, xayr. Qo'ymaysiz. Mana minus 2langan 6 12a plus 4a kvadrat qanjoq? 4a kvadrat minus 12a. Tushuntirib oldimmi? Ketdik. Bunday kelishi ham faqat o'rtadagiga ta'sir qiladi degan. Ala bu degandek. Ikkalasi ham bir xil. Xo'p, soddalashtiring. Bu ham a kvadrat minus b kvadrat. Bu ham teng a kvadrat minus 9b kvadrat. A kvadrat minus 9b kvadrat. Soddalashtiring. Minusni chiqarib olsangiz 3. Birinchi 3 ni yozmang, lekin minusni chiqaring, lekin 3 ni yozmang. Qavsda qo'yamiz, a plus b qilamiz. 3 qilamiz. Va bu yerda nima hosil bo'ldi? Yana a kvadrat minus b kvadrat. Xohlang buni mana bu yerga kiritsangiz ham bo'ladi. Birato'la mana bundan minusni olib bunga kiritsangiz 3 minus a bo'ladi. Bu 3 plus a shaklida yoziladi. O'ziga qulay qilib yozadi. Bu bilan bu bir narsani anglatadi. Tushuntirdimmi? Mana shu qiymat, bu qiymat hammasi bitta narsa. Va javobi nima? Shuncha narsa tushuntirdik-ku, javobini aytmasak, endi bo'lmas. 9dan a kvadrat ayiramiz. Soddalashtiring. Demak, sразу shuni hammasini ochaylik safar. Ko'nglimizdan kelgancha 4x plus 4 minus x kvadrat plus 4. Bu bilan bu 4x birgalikda son, bu ko'payibdi lekin. Bu bilan bu birgalikda 8 beradi. Qisqartirib olaman. Qisqarish ko'rinishida yozdimmi? 8 ni beradi xullas. Mana bu bilan bu. Bu bilan bu ketdi. 8 minus 4x qoldi. Xo'p, nasib bo'lsa shu bilan efirimiz yakunlandi. Savollar bo'lsa, bemalol izohga yozing. Aktivingiz qanchalik oshursa, biza ham shunchalik chuqurroq o'rgatishga harakat qilaveramiz. Sizdan ugina, bizdan bugina deydi-ku, insonni motivatsiya qiladi. Shu orqali harakati kuchayaveradi, yanada yaxshilik ulashadi, boshqa qiladi, darslar o'taveradi, shunaqa. Xo'p. Boringizga shukr, charchamanglar. Endi bu mavzular bo'yicha batafsil o'rganish niyatingiz bo'lsa, fundamental qismini baribir har bitta mavzuni bo'lak-bo'lak chuqur nuqtalarini, rejalarini o'rganishingiz kerak. Shaxsan meni kursimga kirishingiz shart emas, ya'ni bizni jamoamiz, o'qituvchilarimiz kurslariga talashingiz shart emas. Umuman
istagan kursni tanlang, faqat rejani shunga qarab harakat qiling. Sizda prosto tak misol uchun testlar bilan ishlashda shu kitobni ko'rib chiqish rejasi bo'lsa, misol uchun fundamental qismingiz anchagina yaxshi, shu kitob masalalarni ko'rib chiqmoqchisiz, misol uchun bemalol mana bunga qo'shing. Va boshlang'ich bilim olish uchun ham mana bu yerda bir qadam olib olishga ham juda yordam beradi. Va o'rtadagi qism albatta tanlovingiz o'zingizda reja maqsadni qaysi tomonga yo'naltirsangiz o'sha tomonga bosavering. Xayr, hisobining efirimiz yakunlandi.